2025 yil 26 iyun kuni soat 18 da Milliy TV kanalida Enaga serialining kutilgan 56 qismi efirga chiqadi. Bu serial o'zining chuqur dramatizmi va hissiy ta'siri bilan tomoshabinlar qalbini zabt etishda davom etmoqda. Yolg'iz ayolning sinovlar olamidagi sevgi, sabr-toqat va kurash hikoyasi o'zining samimiyligi va real hayotga yaqinligi bilan hayratda qoldiradi. Yangi qism yanada yuqori darajaga ko'tarilishini va'da qilmoqda. Enaga oddiy serial emas, bu hayotning murakkab sinovlarini aks ettiruvchi ko'zgu. Har bir qism his-tuyg'ular aralashmasi, ko'z yoshlardan tabassumgacha, keskin lahzalardan iliq oilaviy manzaralargacha. Ssenariy mualliflari syujetni shunday mahorat bilan yog'irishganki, unda zerikarli damlar yo'q, har bir burilish insoniy munosabatlarning qadrini odolores yuzlab ishtirok etdi. Ortiq o'ynaydi. 56 qism haqida oldindan ma'lumotlarga ko'ra, bosh qahramonlarning hayajonli qarorlari hikoyani yangi yo'nalishga buradi. Milliy TV sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqda va Enaga o'zbek kino san'atining yangi bosqichga ko'tarilganining yorqin isbotidir. 56 qism, shubhasiz, chuqur hikoyalarni sevuvchilar uchun yana bir muhim voqea bo'ladi. 26 iyun soat 18 da efirni qoldirmang, yangi syujet burilishlari va his-tuyg'ular to'lqiniga tayyorlaning.